Buxoroda shov-shuvga aylangan Alpari terrasasini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdumajid. Bu yerga kirishingiz bilan shahar shovqini ortda qoladi. Ochiq osmon, mayin shamol va juda yoqimli atmosfera. Ayniqsa kechki payt bu joy umuman boshqacha kayfiyatda kiradi. Do'stlar bilan dam olishmi yoki oilaviy sokin kechki ovqat balki romantik uchrashuv hammasi uchun mos bitta joy shu. Interyer oddiy emas, har bir detal o'ylangan. Qulaylik maksimal darajada o'zingizni xuddi dam olish maskanida his qilasiz. Taomlari juda ham mazali, ayniqsa yog'li fasllari og'izda eriydi. Eng yoqadigan tomoni bu yerda vaqt qanday o'tganini sezmay qolasiz. Atmosferasi hamda ovqatlari haqida qisqacha gapirsangiz. Juda ham bamaza. Atmosfera shunaqa chiroyli joy ochilganidan juda ham xursandmiz. Toza havo, shahardan tashqarida tinch, sokin, bunaqa chiroyli muzika. Atmosfera juda ham yoqdi. Hech kimga xalaqit bermaydi. Bemalol o'tiramiz. Rahmat. Salqin, ovqatlari juda mazali. Rastaga gap yo'q. Atmosferasi juda ham yaxshi. Obslujeniyasi ham yaxshi. Juda ham chiroyli joy ekan. Buxoro ahliga tavsiya qilaman. Agar siz shaharning shovqinidan biroz uzoqlashib, yoqimli muhitda vaqt o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Alpari terrasasi sizni kutmoqda.